116.75 ekanman aka. 98 95 ga tushib, hozir undan ham tushganman Allohning fazli bilan. 17 kilo 8 tashladim marafonning ichida aka. Choyxona biznesi boshlagan. Ovqat har doim oldimizda, tegishli ish bo'lmagan aka. Shuning orqasidan ko'tarilib ketdi aka. O'zimga o'zim og'ir bo'lib qoldim aka. Ishga chiqishga erinadigan bo'lib qoldim. Instagramda ko'rdim, o'zi kuzatib borardim. Nima deydi, ana olaman, mana olaman deb vaqt o'tib, keyin juda nima deydi, nimani Instagramda ko'p ko'rsangiz, o'sha qaytadan chiqarib beradi-yu. Xuddi olmani deb xuddi mana anaqamdan chiqaveradigan bo'lib qoldi. Istoriyamda ham, lentamda ham Fitway mahsulotlari chiqadigan bo'lib qoldi aka. Keyin qani, olib ko'ringlar. Yo'q, Alloh fazli bilan aka, ham Fitway mahsulotlari, ham sport, billa hozir sportdan uzila olmaydigan bo'lib qolganman. Har kuni bormasam mazam bo'lmay qoladi salga. Shunaqa aka. Xo'p, 40 kunga yetdi mahsulot. 40 kun, 45 kun nari berisiga, chunki orada ish bilan bo'lgan paytim, ish olmay qolgan kunlarim, misol uchun ja borsa 17 kilo 8 tashladim 45 kunda. Hozir 96 kiloman. Organizm maza qilyapti aka, nafas olyapti, yashayapti aka. O'zim yurish-turishlarim yengil bo'lib qolgan. Maza qilyapman aka. Gazli to'xtatib tashlaganman, shirinlarni to'xtatdim. Choy kelsa, mana Fitway mahsulotlari o'rnini to'ldirib berdi aka. Unaqa narsalarga talab bo'lmadi desa ham bo'ladi aka. Aka, birinchi mahsulotni olishimdan oldin polni kuzatib chiqdim aka. Kerak bo'lsa, qo'ygan lentalardagi videolarni hammasini ko'rib chiqsam bo'ladi aka. Menga telefon qilib sizlardan ma'lumot berishdi. Marafon haqida ma'lumot berishdi. O'sha berishayotganda o'sha ma'lumot menda bor edi aka. Faqat nima deydi, hali marafonga qiziqish uyg'onmaganda aka. Tab ketyapti, marafon aylanish boshlandi keyin. Qani, bismillah, tarozi qo'yib, bitta chiqdi, qatnashish marafonga dedi aka. Yaxshi aka, mana Alloh fazli bilan mukofotlar ham bo'ldi aka. Rasm tashib bergandan keyin ertasi kuni chiqarib beramiz deyishdi. Ertasi kuni o'sha 4-o'rin bo'lib yutunman. 5 million so'm oldim qo'limga. Haqqoniy, bu yoqqa birinchi marta kelyapman. Kerak bo'lsa men sizlar bilan ko'rishmaganman ham, mahsulotni ham pochta orqali yetkazib berishdi menga. Men sizlardan hech kimni tanimas edim. Mahsulotlarni tavsiya qilishim aka, shirinlik yeyotgan, gazli ichayotganlarni, misol uchun qanaqadir tomonlama o'sha ichmasligi, o'shani ichmasgandan keyin talab qiladi-yu, o'sha joylarni to'ldirib ketadi, bilimga ketadi aka. O'sha hamma ichida shirinlik, anaqa mahsulotlarni anaqasi ichiga jam qilingan aka. Tavsiya qilaman aka, olishsin, ichishsin, ozishsin aka.